Bugungi videoda men Minecraft'dagi top 5 ta qo'rqinchli modlarni o'ynab ko'raman. Videoni boshlashdan oldin videoga like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Qo'rqinchli modlar Telegram kanalimda bo'ladi. Telegram kanalim silkasi kommentariyada. Do'stlar, mana birinchi qo'rqinchli modimizni qo'shib oldim. Hozir endi bularni qo'yib beraman. Bu mod parazit modi. Birinchi mana bu nima? Chayami do'stlar? Minecraft yunaslar ham qo'shib olayotgan nicho. Bu haligi Ender Dragon'da hali spam bo'ladi. Partadan oldi qurt. Bu jitel modimi? Wow, zo'r ekan-a. Jutga ishlashibdi jitellari. Urib ko'raylikchi, hech narsa qilmaydi, yugurib ketdi. Ustimi? Bitta basharangizga ko'rsating, brat, bitta basharangizga ko'ray, bitta basharangizni. Kalsiy ekan. O'g'izni qaranglar. Bu big cho'chqa shekilli bu. Hozir qo'yib beramiz me'yorida. Bu spam yuqtirgan do'stlar. Hozir yarmi nima bo'lib ketibdi. Ular parazit bo'lib ketdi. Bu nima? Pashsha. Parazit pasha. Endi bu creeperni portlatib ko'ramizmi do'stlar? Hozir men yondirmayada portlatib ko'ramiz. Yondirgalga olay do'stlar. Hozir yondirgalga portlaydimikan? Hozir sinab ko'ramiz 5 minut do'stlar. Mana qo'yib kerak hozir. Mana bo'lish kerak yondirgalga. Birinchisini ko'rib oldik. Yashakka qo'yamiz. Portla. Tiqib qo'ydim do'stlar. Ot oldi. Mana portla. Yo'q bo'lib ketdi otam. Do'stlar, hozir bittasi bor edi. Ashuni ham ko'rsatdik. Hozir inventarga kiramiz do'stlar. Hozir mana qo'yib olay. Mayda bo'lish kerak edi u tuxum. Mana hozir ko'rib ko'ramiz. Bu menimcha krevi buni qaysi hayvon do'stlar? O'rgimchaymi? Qanaqadir hayvon ekan. Mana do'stlar, keyingi modga o'tib oldik. Bu mod o'zi 3 ta hayvon qo'shar ekan, lekin 3-chisini olsam bug bo'lib Minecraft otib yuboryapti. Hozir ikkitasini ham ko'rsatib beraman do'stlar. Birinchisi basharasi vashim qo'rqinchli ekan. Endi maytirodi ikkinchisini qo'yib beraman. Oqini olib qo'yamiz mayga. Mana bu sal-pal uzunroq ekan do'stlar. Butini qaranglar vashimni. Hozir jonlik yutib qochib kiramiz do'stlar. Qochib kiramiz. Hozir jonlik yutdi. Hozir hech kim ko'rmadi. Bizni oldiga borib kiramizmi do'stlar? Davay, ketdik oldiga. O'sha oq ko'rganga o'xshayapti, meni oldimga ketyapti. Voy, onasini emsi qoch. What the fuck? Urib ko'ramiz. Voy, o'lib qolaman. Do'stlar, bu mod Telegram kanalimda bo'ladi. Telegram kanalim silkasi kommentariyada bo'ladi. Do'stlar, mana keyingi modimizga o'tib oldik. Bu modimiz mana bunaqa qora tuxum qo'shar ekan. Hozir buni qo'yib sinab ko'ramiz. Buning nomi Zaydannet degan tuxum ekan. Basharasini ko'raylikchi, bitta basharangizni qarating, brat. Chitni qaranglar do'stlar, urib ko'raylikchi, o'zi yopilib qolar ekan. Ursak. Hozir jonlikka o'tib sinab ko'ramiz buni ham. Jonlik o'tdi. Onasini emsin, nima bo'ldi? Bug bo'lib qoldimi? Sehrlab qo'ydimiz u qora. Qochishimiz kerak. Tezroq qoch. Onasini emsin, qoch. What the fuck? Voy, o'ldirib qo'ydi do'stlar. Vapsham zo'r mod ekan. Bu ham Telegram kanalimizda bo'ladi. Telegram kanalim silkasi har doimgidek aytgan joyimda bo'ladi. Mana do'stlar, keyingi modimizga o'tib oldik. Bu modimiz mana bunaqa ikkita neger tuxum qo'shar ekan. Hozir bularni qo'yib sinab ko'ramiz. Bu modning nomi Shadow. Bu modni bilganlar ko'p biladi. Bilmaganlar endi biladi bizni videomizni ko'rib. Negerga qaranglar. Bu vashim neger ekan, ikkinchisi basharani qaranglar, bashara. Tochkaning xo'jayin nima bu tochkani? Hozir men qo'yib ko'ramiz. What the fuck? Negerlarga qaranglar. Hozir bulardan jonlikka o'tib qochib kelish kerak. Hozir sharoit yaratib olamiz burchaklarga o'tib. Jonlikka o'tkazamiz. What the fuck? Qorayib qoldi-yu. Negerlar o'zi neger qilib qo'yganda bizni. Qochamiz, ko'zimizni neger qilib tashlashdi. Qochib tashlash kerak. Hozir jonimizni ko'rsatadi. Qoch, onasini emsin. Vashimma bu Shadow ham Telegram kanalimda bu modam. Qochamiz. Bilaman, Telegram deb asabiylarni buzardim. Hozir neger what the fuck neger voy o'ldirib qo'yishdi do'stlar.
Bu mod ham har doimgidek aytgan joyimda bo'ladi. Mana do'stlar, oxirgi 5-modimizga o'tib oldik. Bu mod bunaqa jigarrang negerni qo'sharkan. Hozir buni qo'yib ko'ramiz. Bu mod Mimikry modi. Buni ashincha ko'p odam biladi, lekin bilmaydiganlar ham bordi. Endi Minecraftga o'tganlar, YouTuber ko'rmaganlar. Endi hozir bundan ham jonlikka o'tib, qochib kelamizda do'stlar. Jonlikka o'tamiz. What the fuck? Neger, what the fuck? Nima qilyapti? What the fuck? Voy, onasini emsan, biz o'ldirib qo'ydi-yu bu do'stlar. Do'stlar, menimcha bugun yetadi. Videom sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib kanalimizga obuna bo'linglar. Sizlar bilan Narkoz kanali bo'ldi. E'tibor uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Do'stlar, men sizlarga Game Decision kanalini tavsiya etaman. U yerda sizlar arzon narxga har xil ularni yasatishingiz mumkin. Kanal ссылкасы kommentariyada bo'ladi.